Siz so'radingiz, biz video obzor qilib chiqishda davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar eski yubileyida bo'lib turibdi. 4 qavatli eski uylarning ikkinchi qavatida bir xona, ikki xona qilingan umumiy maydoni 42 kvadrat bilan uyimiz sotuvda. Hozirdan bitta layk tugmachasini bosib qo'ying, chunki arzon uy. Tezda shoshilamiz. Laykni bosgan bo'lsangiz, endi esa narxlar bilan tanishtiramiz. Narxi juda cho'ntakpop bo'lyapti. 265 million so'm baholandi. Bu proyektimiz ko'rib turganingizdek kardon kelishimiz bilan, ya'ni quruvchi tomonidan o'sha alohida hojatxonasi bilan dushovoyi отдельно qurilgan, chunki bir xona bo'lishiga qaramay, ya'ni bir xona, ikki xona qilingan отдельно ikkalasi. Aytgancha tashqi eshik, deraza hammasi almashtirilgan. Hozir ijarachisi ham bor. Tayyor 1,5 million so'mga oila turibdi. Agar oladigan bo'lsangiz, tayyor ijarachisi bilan sotiladi. Ko'rib turganingizdek bu katta xonasi. Bu xonadan chap qo'lga kiradigan bo'lsak, dushovoy bilan kichkinagina spalni xonasi. Ko'rib turganingizdek. Demak, faqat naqdga sotiladi. Hech qanday barter, ikkilamchi, kutish joyi yo'q. Narxi 265 million so'm. Ozroq kelishiladi bu yo'sa. Dushovoy hisoblanadi. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslan muammo yo'q. Yubileyda ishlaganlar kommentariyaga yozib ketamiz. Bu yoqda kelishimiz bilan, ya'ni oshxona balkonga ko'chirilgan. Hozirgi paytda 4 qavat uylar, bir xona, ikki xona qilingan uylarda ko'pchiligida shunday qilib balkonga ko'chirib qo'yibdi oshxonani. Ikkinchi etajdan bo'lyapti aziz obunachilar. Juda xadavay etajdan bo'lyapti. Narxi ham juda cho'ntakpop. Bog'lanish uchun nomer 99 kodi bilan 716 53 78 telefon raqamlariga bog'lanasiz. WhatsApp, Telegram, imo doim ishlaydi. Keyingi qaynoq-qaynoq videoroliklarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.